Akang degan hozir necha yosh ichida qala? Men aramchilik bermem da. Men nima gunoh qilgan bo'lg'aytam buni oldida qala? Vayteq bilmaydigan o'xshamamsizlar. Biz ajrashadigan bo'ldik. Keldingmi dada, qanday qo'yin topa oldingmi? Yo'q. Bormi desam, buni maysa baka setib o'tganingni sen qaytirib beremdi. Xo'p, baka japa tortib oldim. Chim satqinni bilib boqay degan bola. Voy dada, kim satqinni bilganning nima foydasi? Akam satda haq pul sanab oldi. Bu satqaydim topsangmi yana nima foydasi? Sen bir ishni bilmayotgan so'zim jima bola. Deginim xato emas-da dada. Haq qimmat qo'yin necha azayli va sen qaytirib beremdi, hozir haqda insop yo'q. Biyor necha kun chapding deyim. O'ylab baqa bolam, 40 mingga bergan malni, ma aqli yo'q. 15 ming setayotganini ko'rdingmi? Bo'ldi qilar dada, ishing kelib bo'g'liq bo'pda endi mel qanday qilsa, choy ichchilar menga. O'tira bolam, o'tira. Mening o'ylig'imdan bolam, bir tunish malchiq setayotgan bo'lsa qala, 5 ming ko'y foyda bo'lsa yandirikasan bo'libdi. Chunki akam shu o'g'irlab setayotdi emasmi? Sen elmidem insof qilmadi desa, elmidem o'xshash emas qala. Hech bo'lmaganda. Hey dada, bo'l jiqishni o'ylamay unutib keta bo'ldi. Bo'ldi, achchiqlanma ne dada? Sen xaponma deganing bilan bolam ma'l ko'yning oldida nim degan sachil qala, uzamma. Dada xaponma ne? Qala akang degan hozir necha yosh ichida qala? Men aramchilik bermem da. Men nima gunoh qilgan bo'lg'aytam buni oldida qala? Dada bo'ldi, achchiqlamay uzang asra, ne ziyon tatqaydim bunchilik sen nimiydi? Qala o'z ziyon bo'lam da. Öz uydagi ishimni o'g'irlab setayotib, men ma'l ko'yning oldida 5 ming kutaksiz qilib etdi qala. Men shunga ichinim bola. Yura dada uyga chirkitili. Soğuqda o'tiravermay, uyga chirib birdam armilasan o'shilib qolasa. Ha, aqli yo'q. Aqliga po'qib qolgan ekan bu qal bolam. Qo'pa dada, umman nimiz qilib qola uyga chirkitili. Sen bir balang dadasi bo'lding. Sen qirisa, sen qirganda ne pushamalni qilishdi mendek o'g'chi. Yaxshi turdingizmi? Yaxshi, akam kelib qolibsizmi? Akam uyda bormi yo'qmi? Akangiz necha kun bo'ldi yo'q qaytmag'ini? Nim deydigan siz o'ychimi naj yurayotgandi vo? Men nim bilim fikam buni. Men 2 kun bo'ldi anamning ketib turyaptimi. Vurishib qolganmisan lan? Vayteq bilmaydigan o'xshamamsizlar. Biz ajrashadigan bo'ldik. Dadangizning men bilan toza xushi yo'q-da deb qo'yang. Xush bo'lib qolsin. Magipingiz qaytdi bo'lmijmi? Yolg'onmi demsam, men kelin ko'rib boqmadingiz zade. Sizchi? Men nim bo'ptim fikam? Yaqtug'idek ish qilgan bo'lsangiz dadam yaqtirib qoladi. Meyli yaqtusi yaqtumsin, dadam quldik kelganmishni qilib berdi. Yana qanday qilib bas bo'ldi? Dadangizni meni yaxtusin deb yana nima qilib bersam bo'ldi? Va bo'ldi ortiq kep deyishmayli. Bilib olay deymina. Dadangizga yoqmay qopdimi? Gerçi ajrashish oldida bo'lsaqmi, be eg'iz ichib qoldingiz bu to'g'riliq. Sizmi qapqingiz tümey vay dada deb qo'ysangiz dadam erib ketdigaydim. U tarafga o'zingizga ayon. Hem akam bilan ishkanlar bir yak kep bo'lgan bo'lsangizmi, menmo yo'lingizda azdumay men ketdim.